ertalabdan beri menga alam qilyapti. Gapirib o'tib ketmoqchiman. Kim bu? Kimdir reklama qilyapti? Kim bu? Kimlar? Kimga quloq solyapsizlar deganlarga eslatib o'tmoqchiman kimligimni. Siz kimsizki, birorta narsa qilib qo'ygan, bir davlatga foydasi keladigan narsa qilib qo'ygan deb men haqimda gapirib chiqyapsizlar. Sizlar iltimos ko'rayotganlar shu videoni tarqatishga harakat qilinglar. Prosta men alamzada bo'lib yotibman. Men Rahimov Muzaffar Haydarovich, ya'ni Jasmin Trans, sizga qaraganda, boshqalarga qaraganda, ano geyda olib chiqayotgan bolalarga qaraganda juda ham ko'p ish qilib qo'yganman. Juda ham ko'p ish qilib qo'yganmanki, haddan tashqari garditsa qiladigan darajada. Birinchi o'rinda Sankt-Peterburgda turib 7 ta beremenniy qiz ko'chada qolib ketgan qizlarni tug'dirib, 3 tasida Jasmina, 4 ta o'g'lida Muzaffar degan ismni qo'yganman. 7 ta beremenniy xotinga o'zimni yonimdan to'lab, o'zim tug'dirib, O'zbekistonga bilet olib, jo'natib qo'yganman. Hammasi tirik guvoh. Men Jasmina Trans, Sabrinani Ozodani klipida ezilib ketgan qizni shumixa ko'tarib 2 kun ichida 47 ming to'plab bergan odamman. Men Jasmina Trans masjidda yotib, invalid bo'lib qolishiga sal qolib, 32 ming dollar qarz bo'lib qolgan xotinni davolatib, u davolash uchun O'zbekistonga o'zini yonidan bilet olib chiqargan Jasminaman. Men 16 ta oilani boqaman bo'ynimga olib. Ramazon bo'yi ro'za paytida shuncha ehson qildimki, biror joyga olib chiqib maqtanmagan odamman. Hech qachon maqtanmadim ham, qo'ymadim ham. Indamay qilib yurganimni qo'yadiganini qo'yib, qo'ymaydiganini qo'yib yurdim. Men o'sha Jasmina Trans Makkada turfirmadan aldanib ko'chada qolib ketganlarni munisipaga iltimos qilib, unga iltimos qilib, bunga iltimos qilib, gostinsaga joylashtirib, biletlargacha olib bergan shu Jasmina menman. Men o'sha Jasmina kokosh operatsiyada qo'ying opa gapirmang deganda shumixa qilib olib chiqib, ommaga olib chiqtirib, u klinikani sharmisor qildirib, qassobxonani janjal qilib qo'rqmasdan olib chiqqan odamman. Men o'sha Star House'da kadastri chiqmayotganini gapirib, xalqqa tanittirib, shoshilinglar deb kadastr uchun olishgan odamman. Sizlar nima qilib qo'ydinglar? Bitta joyda o'tirib olib, hammadan xalqdan bitta botiksizni tiqib, 100 dollar, 200 dollar to'lab o'tirgan odamlar. Sizlar o'zingizlarda odam hisoblaysizlarmi? Sizlar laxatronshiksizlar. Lipolitikni urib qo'yib endi oziysiz deb aldab yurgan imенно shu sizlar kosmetologsizlar. Bilib qo'yinglar. Alam qildi gapirdim. Sizlarni katta blogerlar mittimi bechora Makkaga ketayotgan xotinni 100 dollarini bermaganda o'zimni yonimdan tashlab bergan Jasmina Transman. Между прочим, sanab chiqsa juda ham ko'p. Moskvada bit bosib ketgan kvartirada yashab o'tirganimda onasini emchagini atrofiga yara toshib ketganda telefon qilib skori chaqirib, janjal qilib jo'natib davolatib, qo'liga 3000 dollar to'plab bergan o'sha Trans Jasminaman. Sizchi hayotingizda nima qilib qo'ydingizki, u kim ekan o'zi deysiz? Siz jamiyatimizga nima yaxshilik qilib qo'ydingiz? Nima yaxshilik umringizda qilib qo'ydingiz? Hisoblab chiqsak, meni yaxshiliklarim maqtanish emas, garditsa qiladigan darajada zo'r. Men yana bitta oilani bo'ynimga oldim, boqib yuraman deb Xudo xolasa. Siz nima qilib qo'yyapsiz? Maqtanganingiz mashina olib minganingiz kosmetologiyadan, maqtanganingiz tilla olib taqqaningizmi? Hayotingizda nima yordam ko'rsatib qo'ydingiz hayotingizda? Shuni ayting. Sankt-Peterburgda больницада ishlab yurgan paytimda o'zbeklar uchun besplatniy klinika deb qo'yganimda 8 ta 6 ta xotin kelgan. Ko'chada qolib ketdim, uyim yo'q deb. Hammasiga bilet olib jo'natganman. Qaysi sizni blogeri shu ishni qilyapti? Menga aytingchi, qaysi sizni politiki shu ishni qilyapti? Qaysi sizni menman degan diplomati shu ishni qilyapti? Qaysi kosmetologi shu ishni qilyapti? Aytingchi. Menchalik birorta erkak bo'lib turib shunchalik qildimi? Yulduz Usmonova konsertini 12 ming dollar qilib qo'ydi. Urushib chiqqan kim bo'ldi yana? Men bo'ldim, xalqimiz qaytdan pul oladi deb. Shunaqa ishlar qila olasizmi? Ko'tingizni
siz po'qini artolmaysiz opajonlar, qiyshiq-piyshiq opalar. Kim shunchalik jon kuydirib, shu mana 36 mingga xalqimiz tushdi. Meni pulim emas edi, xalqda puli edi. O'zimni yonimdan mana bir olgan odamlar aytadi. O'zimni yonimdan to'lab 36 ming dollar, 9 ming dollarga dorisini chiqarib berdim. Kim qiladi shu ishni? Sizlar qochasizlar xolos unaqa payt. Men shu ahvolligimda bo'lsa ham odamlar meni ozgina yaxshi ko'rib, duo qilib, men o'lib ketganimda hammamiz o'lamiz. Bu dunyoda hech kim vechna qolmaydi. Yaxshiligimiz odamlarga qoladi xolos. Shu bir og'iz duo qilib qo'ysin deb shuncha odamga, shuncha oilaga yordam beryapman. Tuqqan qizlarda erini melisaxonadan chiqarib, O'zbekistonga o'zlarini jo'natib, Qirg'izistonga o'zini jo'natib, 7 ta farzand tug'dirtirganman men xotinlarga. Hamma tanishlarim, o'sha qizlar ham meni eshitsa biladi. Sizlar nima qilib qo'ydinglar hayotinglarda? Bu kim bo'pti buni gapiga quloq solamiz deb. Menchalik biron narsa qilib qo'yinglar, cho'ntaginglardan chiqarib. Qo'ttodi qila olaysizlar. Hech kimni qo'lidan kelmadi Sabrinani olib kelish Turkiyaga. Единственный Jasmina, o'sha siz aytayotgan Jasmina trans olib keldi. Oxirigacha oyoqqa turgizdirib jo'natib yubordi. Yana uy ham olib berardim ko'tini qisib yurganda. Kim qilyapti shu ishni O'zbekistonda? Kim? Menman degan blogeringiz aytingchi, hamma blogerlar laxatron qilib yuribdi. Kim qilyapti? Sizlarga birov gapirmayapti-da, 20 dollarlik, 10 dollarlik, 30 dollarlik botokslarni 150-200 dan qilib xalqlarni aldab yotibsizlar. O 20 dollarlik nitilarni 150 dollardan sotyapsizlar. Lipolitik itga keragi yo'q protsedurani qancha pulga qilib yotibsizlar. Hech kim sizlarga indamayapti-da. Mashinani olib, Gelenwagenni olib, aldab kurslar sotib, sertifikatlar bir-biringizga podarka qilib, mana davlat bermaydi sertifikat. Sizlardaqalarga davlat bermaydi, meditsinskiy obrazovaniyalar 90%larda yo'q. Yana gapirib chiqishni bilasizlar, qing'ir-qiyshiqlar. Bittanglar biron narsa menchalik qilib qo'yinglar-chi. Keyin gapiringlar, kim u deb. Kim? Men qilmaganimda kim qilardi shu ishlarni? Qo'ttoqni ham qo'linglardan kelmasdi shu ish. Gapirishni bilasizlar xolos. Menchalik bovol transchalik. Keyin gapirib chiqasan. Kim u o'zi? Kimdir reklama qilyapti, kim pul? Men xalqimizni o'ylab reklama qilyapman. Xalqimizni o'ylab. Gap o'ynagani 1000 dollardan o'ynashni bilasizlar. Ehsonga kelganda ko'tinglarni bujmaytirib yig'ishtirib olasizlar. 1 so'm xalqqa berib qo'ymaysizlar, o'tkazib qo'ymaysizlarda, yana gapirganinglarni bilaman. Men trans o'sha Jasmin qo'limdan kelgancha shuncha odamga har doim ehsonimni ayamay ko'chada yursam ham birorta qiynalayotgan oila, birorta qiynalib yurgan birorta insonni ko'rsam, cho'ntagimdan shunday sanamasdan chiqarib beradigan odamman. Kim ekan deb o gapirishdan oldin million marta o'ylaylar. Bu lekarstvani xalqimizga yordam bo'lsin deb chiqartirdim. Kerak bo'lsa Shavkat Mirziyoyevning oldiga, kerak bo'lsa Saida Mirziyoyevaning oldiga kirib ko'rsataman shu dorilarni. Sendaqa qarg'alar ovozini o'chirsin deb. Lekarstvan o'tmay qoldi, hammani yomonlab chiqyapsanmi? Sen qisib yurgin. Senlarni bilamiz biz qanaqa aferistligingni. 10 dollarlik lekarstvalaringni 100 dollar deb sotishasan. Bilmaydi deb o'ylaysan. Men 16-17 yildan beri kosmetologiyani orasida